Assalomu alaykum. Mana hovlini yarimi o'rtadan devor tushgan. Ustidan blok qo'yganmiz. Mana kiriladi. Mana bu o'rtada darcha. Bu yopiladi sotilgandan keyin. Devor mana. Mana daraxtlar ekilgan. 3 suti yer. 3 suti yer. Mana bu yerda endi hozir qish fasli, endi shuning uchun mana bu mayda chuydalar mana bu yerda ayvon tagida turibdi. Endi bular polni olinadi. Mana bu yerdan kirilgandan keyin katta terasga berib bo'ladi mana. Haqa terasga. Mana hovli mana. Terasgadan ko'rinadi. Terasgadan ko'rinadi. Tak. Terasgadan ko'rinadi. Mana bunday ichkari kiriladi. Endi kim olaman desa agar masalan mana bu yerdan devor tashlasa, mana bunday bu mana bu tarafdan kiriladigan joy. Masalan orqa tarafdan kiriladi, mana bu eshigi bu. Orqa tarafdan kiriladi. Mana katta zal. Mana bir katta zal. Mana bu yerda podval bor, pastda podval bor. Yerda podvallari bor mana. Yancha. Yana bitta xonasi bor mana. Bu ikkinchi xonasi. Bu spalni deyiladi. Mana spalni. Tirzalari ham bor. To'g'ri, bu xonani 3 ta xona qilsa bo'ladi, plus teraskasi ham bor-da. Mana bu yerga teraska. Masalan, darvoza qo'ysa ham bo'ladi, bu yerda mana bunday ayvoncha moshin kiradigan joy ham qilsa bo'ladi bu yerga. Bitta moshin bemalol sig'adi.